Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining apel xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Mangul Chekra. Amerikadagi Uyg'ur jamoati bu yillik Navro'z bayramini Rabiya Qodir xonimning Xitoy turmasidan chiqib Amerikaga kelganligining 10 yillik xotirasi bilan kutib oldi. 22 mart kashqurun Amerika poytaxti Washington atrofidagi Uyg'ur jamoati Amerika Uyg'ur birlashmasining tashkillashi bilan bir yerga jam bo'lib 2015-yillik Navro'z bayramini tantanali holda tabrikladi. Faoliyatda Rabiya Qodir xonim so'z qilib, o'zining yaqinqi 10 yildan buyon Uyg'ur da'vosi bo'yicha xalqaro ilib borgan kurashlari, bosgan qadamlari va qo'lga keltirgan tajriba saboqlarini jamoat bilan o'rtoqlashdi. İctimai taratqularda Xotanning Bağçı bozoriga qarashliq Sodiq Avad kentida bir nafar saqchining fidoyilar tarafidan elib qechilganligi va bu sababdan Xotanda keng ko'lamlik oqtirish elib berilayotganligi ilgari surilgan edi. Radiomizning bu vaqtdagi aniqlashlari davomida elib qechilgan saqchining Sodiq Avad kentining amonlik mudiri Emin Mamtimin ekanligi, uning ilgari yordamchi saqchi bo'lib, Xitoy doiralariga aktivlik bilan xizmat qilganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, mush oyning 9-kuni tushdan keyin yuziga qora niqob taqilgan 4 nafar fidoyi amonlik mudiri Emin Mamtiminning uyiga besib kirib, uni go'riga elib qochgan. Ammo uning ayoli va bolalariga chekilmagan. Yaqinqi 15 kundan buyon Xotan viloyatlik saqchi boshqarmasi bilan Xotan noyalik saqchi idorasi ikki razvedka guruhi tashkillab bu katta deloni tekshirmoqda ekan. Muşayının 8-kuni Yakanda Tağarchi yezili qurolliq bo'lim boshlig'i va uning oila tavobatini o'ltirish vaqasi yuz bergan edi. Radiomizning davomli aniqlashi jarayonida mazkur vaqadan 2 kun burun Yakanning Boshkent bozorida yana bir qonliq vaqa yuz berganligi va 2 nafar Xitoyning o'ltirilganligi oshkorlandi. Uningdan boshqa Yakandagi 8 mart vaqasidan 3 oy burun, ya'ni o'tgan yil 11 oyning 28-kuni Yakan kechilik bozorida yana bir maydon qonliq vaqa yuz berganligi ma'lum bo'ldi. Shu kuni motosiklet bilan kechilik bozorga yetib kelgan bir guruh fidoyilar bozordagi Xitoy ko'chmanlariga hujum qilgan. Saqchilar hujumchilarning hammasini naq maydonda yetib etgan. Halbuki Xitoy hukumat taratqullari bu voqea haqida hozirga qadar hech qanday ma'lumot bermagan. 24 mart günü ettigen saat 9'da Tayland paytaxti Bangkok'taki Janubiy Bangkok jinoiy ishlar sotida bir yildan beri Türkiye'ye ketishini kutib turgan bir oila Uyg'urlar ustidan sot ochilgan. Sot doiralari bu kishilarning Türkiye'ye ketishiga yo'l qo'yish yoki Xitoyga qaytarish haqidagi oxirgi qarorini 27 mart kuni e'lon qilganligini bildirgan. Xitoy elchixonasi sotqa o'z odamlarini avatib kuzatgan. Turkiyaning Tayland turishliq bosh elchisi mazkur sotqa qatnashib, sotlanguvchilarning Turkiya fuqarosi ekanligini dalillagan. Hozir Taylandda tarjimon bo'lib turayotgan Abduqodir To'nturk apandi bu sotning Tayland hukumati uchun bir cho'ng imtihon ekanligini bildirdi. Egalishimizcha 24 mart kechidan 25 mart tong atqichi bo'lgan orliqda Qarmay shahrining Dashigo rayoniga joylashgan qassoblar mahallasida shiddatli o't ofati yuz bergan. Tuyuqsiz yuz bergan bu zo'r o't ofati shu kuni kechasi Qarmayda chiqqan 10 balga yaqin shiddatli bo'ronda avjiga chiqib, atrofga tezlik bilan yomg'irgan. O't ketib, o da 5 soatgacha o'chirilmagan. Radiomizning Qarmaydan egallagan ma'lumotga qaraganda, o't ofatiga uchirgan aholilarning asosan degudek Uyg'urlar ekanligi, o't ofati jarayonida o'lish, yaralanish voqealarining ko'p bo'lganligi, bir oiladan ona bola bo'lib 5 kishining kuyib o'lganligi oshkorlandi. Halbuki doiralar bu haqda qisqacha xabar bergan bo'lsa-mu, lekin bu qitimliq o't ofatining sababi va salgan ziyn haqida tafsiliy uchurlarni amal qilmoqda ekan. Xitoy doiralari mushu oyning 14-kuni Qarqash noyisining Qarasay bozorida 15 ming kishilik naq maydon soti ichib, jami 25 kishi ustidan jazo hukmi e'lon qilgan. Jazo berilgan 25 kishining hammasi bolalari bilan navirlarini yer osti diniy maktabga bergan ota-onalar, diniy dars bergan mudarrislar hamda diniy o'qitishga uyini ajratib berganlar ekan. Ma'lum bo'lishicha, jazolanganlar 17 yosh bilan 60 yosh oralig'ida bo'lib, bularning ichida 6 nafari ayol ekan. 60 yoshlik bir mo'may qo'liga ko'yza, putiga kishan silingan holatda sot maydoniga elib chiqilgan. Sotda ular davlat bexatarligiga tahdid yetkazish jinoyati bilan ayblangan va oshkor tutib turish jazosi berilganligi e'lon qilingan.
Möhtərəm televizor kögüçülər yuqorida Erkin Asiya Radiosu to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.